Chiroyli ekan. Rahmat. Qancha? Tushunmadim. Mashinani qanchaga sotasan? U sotilmaydi. Hamma narsani narxi bor. Unda esa yo'q. Yaxshi dam ol. Mashinaning egasi qani? Tinchitdinglarmi? Yo'q. Laychasini tinchitdim. Laychasini tinchitding, qoyil. Barakalla. Esingni yeb qo'yibsan. O'g'limni uribsan deb eshitdim. Sababini bilsam bo'ladimi? Chunki u Jon Uikning mashinasini olib qochib, itini tinchitibdi. Rafiqang haqida eshitdim. Xudo sabr bersin. Balki bu qismatdir yoki tasodif. Afsuski, yo'llarimiz yana kesishdi. Kel, vaziyatni chigallashtirmay, barchasini tinchgina hal qilamiz. Shunda hammaga yaxshi bo'ladi. Yigitlarni to'pla. Qancha yigit? Hammasi.